yo Rabbim, senga qarshi qilgan gunohlarim seni hurmat qilmaganimdan emas, aslo. Faqatgina nafsimga yengilganligim uchundir. Rasulingni sallallohu alayhi va sallam o'rgatganlari kabi: "Va la takilni ila nafsi tarfata ayni." Ko'z ochib yumguncha bo'lsa ham meni nafsim bilan yolg'iz qoldirma Allohim. Bu zaifligimni, chimirilgan qoshlarimni, xafaligimni isyon deb bilma. Men senga emas, bandalaringga darg'azabman Robbim. Ilohiy Rob, har narsadan avval, har yaralanganimda senga suyanib, keyin yaxshilanganimda seni tark qiladigan g'ofillaringdan qilma meni. Barcha qiyinchiliklarimni, chiqmas yo'llarimni senga havola qilyapman. Amin.